Turon mahallasidan Fayzulloh ifodaladim. Chorvachilik mazmunimi? Chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi edim. Chorvachilik kreditmi? Chorvachilik bilan shug'ullanish uchun kredit olmoqchi edim. Imtiyoz kredit. Necha pul? 30 millionmi, 35 mi? Biroqmi, qancha bo'lsa. Ishchi o'rni yaratasiz, yangi ishchi. Shunday. Nechta? Ishchi o'rin? Kamida bir 2 tami 3 tami. Joyingiz bormi? Bor. Chorvachilikka. Chorvamonlaringiz ham bormi? Bor. Shuncha qilaman. Sutchilik. Endi yo'lga qo'yaman. Go'sht, sut. Go'sht, sut. Omurtda ham bor, a? Bor. Zaxira. Bor zaxira. Sizni murojaatingizni shu bizni mahalla bankiga ko'rib chiqamiz. O'rganib, atroflicha o'rganib, ijobiy hal qilib berishga harakat qilamiz.